Assalomu alaykum azizlar. 2024-yil 1-dekabrda milliy sertifikat imtihoni tushgan mana bu misol. Demak, A, B, S to'g'ri burchak uchburchak berilgan. Undan keyin D, S, B, Y chiziqlar, A, F chiziqlar tortilgan. Demak, masalan shartida aytilishi bo'yicha alfa burchagi mana bu burchak 135 gradus. BD kesmamiz, ya'ni mana bu yergacha bo'lgani ildiz ostida 2 ekan bizda. Va FE ikkita YS va u 2 ga teng deyapti. Demak, F mana bu FE ikkita YS ga teng va 2 ga teng. Demak, FE mana bu joy 2 ga teng bo'lsa, 2YS 2 bo'lsa, 2 bo'lishib o'tganda YS birligiga kelib chiqadi. To'g'rimi o'rtoqlar? Endi AF kesmamiz. Mana bu AF kesmamiz. Demak, 3 ekan. A'dan mana bu F gacha, ana F gacha bo'lgan kesmamiz. Demak, 3 ga teng ekan. AF 3. Endi mana bu 135 bo'lgandan keyin yoyiq burchak bo'ladi-da, uni demak qo'shnisi albatta 45 gradus bo'lishi kerak. Demak, to'g'ri burchakli 3 burchak, to'g'ri mana bu. ADS to'g'ri burchakli 3 burchakda. 45 bo'lgandan keyin bu demak 1 bu. Bu yog'i ham o'z-o'zidan necha gradus bo'lishi kerak? 45. Demak, mana bu ADS to'g'ri burchakli 3 burchagimiz teng yonli ekan. Ya'ni mana buni x deb turadigan bo'lsak, mana bu AD kesmamiz ham x bo'ladi. Endi qaranglar. Xo'sh, bu 45 bo'ldi, to'g'ri? Bu ham 45 bo'ldi. Keyingi masala. Xo'sh, mana bu 3 2 1. Demak, FS kesmamiz jami 3 ga teng bo'lyaptimi? AF kesmamiz ham 3. Demak, bu AFS uchburchagimiz teng yonli uchburchak. Teng yonli uchburchak asosiy burchaklari bir xil. Ya'ni 3 bo'lgandan bildik teng yonliligi. Demak, bu ham 45 gradus bo'lishi kerak. O'z-o'zidan bu 45 gradus bo'lsa, jami 90 bo'lgani uchun bu yog'i ham necha bo'lishi kerak? 45 gradus bo'lishi kerak. Demak 45 bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i o'z-o'zidan 90 bo'lib ketadi. Yoki bo'lmasa to'g'ri burchakli uchburchak, demak to'g'ri burchakli uchburchakda mana bu yana bitta to'g'ri burchakli uchburchak yasalyapti. Bu 3 bo'lgandan keyin bu yog'i 3 bo'lsa, demak bu mediana ham bo'lib qolar ekan. Mediana bo'lib qolgandan keyin bu yog'i ham 3 ga teng bo'lib qoladi. Chunki biz bilamiz to'g'ri burchakli uchburchakda demak gipotenuzaga tushgan mediana gipotenuzaning yarmi bo'ladi. Mana bu joy 3 bo'lib turibdi. Mana bu ham 3 bo'lgandan keyin o'z-o'zidan medianaliga chiqadi yoki bo'lmasa bisektrisa bo'lyapti. Bu 45 bo'lsa bu 45, mana 90 bo'lyapti. Ya'ni burchakdan chiqqan bisektrisa balandlik vazifasini o'tayapti. Demak, u mediana vazifasini o'taydi. Demak, mana bu ham 3 ekan. Shundan bildikki DS kesmamiz bizda DS kesmamiz 3 jami 6 ekan. Endi o'shanda men x ni osongina topib olishimiz mumkin. Qanday topamiz desa, bilasizlar, Pifagor teoremasi. X kvadratiga x kvadratni qo'ysak, 6 ni kvadrat chiqishi kerak. Demak, 2x kvadratimiz teng bo'lishi kerak 36 ga. X kvadratimiz 18 bo'lishi kerak. Ildiz olib yuboradigan bo'lsak, bu 9 karra, demak 2 ligidan x'imiz 3 ildiz osti 2 bo'ladi. Demak, x chiqdi. 3 ildiz osti 2, bu ham 3 ildiz osti 2. Endi qaranglar, mana shu joyda 3 ildiz osti 2. Xo'sh, biz BS gipotenuzani topishimiz kerak-ku. ABC to'g'ri burchakli uchburchakka qarasanglar, mana bu katet 3 ildiz osti 3. A'dan D gacha masofa 3 ildiz osti 2 bo'ldi. D'dan B gacha ildiz osti 2. Shunda jami AB kesmamiz 3 ildiz osti 2 ga bitta ildiz osti 2 qo'shiladi. 4 ildiz osti 2 bo'ladi. To'g'ri? Mana bu kesim. Bitta Pifagor qo'llaylik. Ya'ni 4 ildiz osti 2 ning kvadratiga qo'shamiz 3 ildiz ostida 2 ning kvadratini. Shunda o'sha BS mana S deb qo'yganmiz, S ning kvadrati chiqadi. Bu yog'ini bilasizlar, demak 16 karra 2 plus 9 karra 2 bo'ladi. S kvadrat bo'ladi. 2 ni qasdan tashqariga chiqarib tursak, 16 ga 9 qo'shilib 25 bo'ladi. Teng S kvadrat. Ildiz oladigan bo'lsak 5 chiqadi, ildiz osti 2 qolib ketadi. Demak 5 ildiz ostida 2. BS gipotenuza topildi. Demak BS gipotenuzamiz 5 ildiz ostida 2 ekan. Endi bizda qoladigan narsa bo'yalgan sohaning yuzi. Ikkinchi sharti bo'yalgan soha bilan B, Y, S uchburchak yuzi. Uni topish uchun nima qilamiz? Qaranglar, uni topish uchun B, D, S uchburchak bor-ku mana. B, D, S uchburchak yuzidan B, D, E uchburchak yuzini ayirib tashlaymiz. Shunda mana bu B, Y, S ni yuzi chiqadi. Bizga jami shtrixlangan sohalar yuzi kerak. Endi mana bu juda oson bo'ladi, chunki bu yerda bitta to'g'ri burchakli uchburchak yasalib turibdi-ku. 3 3 ga shuni topib qo'yaylik bo'lmasa. Ya'ni S, S ya'ni A, F, D. A, F, D. Bitta shtrixlangan soha yuzi. Bitta kateti 3, ikkinchi kateti ham 3. Demak 3 ni 3 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Xo'sh, bizda hosil bo'ladi 9 taqsim 2. yoki bo'lib qo'yadigan bo'lsak 4,5.
Demak, mana bu joy chiqdi muammosi. Endi bu boya aytganimizdek birinchi BDS uchburchakdan, ya'ni S B D S uchburchak yuzidan ayirish kerak. Mana bu BDS kattadan S B D Y ni. B D Y ni. Shunda bizda S o'sha B Y S ni yuzi qoladi. B Y S. Mana bu uchburchak yuzi qoladi. Xo'sh, buni qanday topamiz? BDS ni bilasizlar. Tomon, ikkinchi tomon va ular orasidagi burchak sinusini yarmi ko'paytmasi. BDS. Bitta tomon ildizosti 2, ko'paytiruv ikkinchi tomon jami mana bu 6 ga teng bilasizlar. Ko'paytiruv orasidagi burchak 135, demak sinus 135 gradus taqsim 2. Ayrilgan BDE, ya'ni BDE uchburchak yuzi. Bitta tomon ildizosti 2, ko'paytiruv bitta tomon mana bu yergacha 3, F dan Y gacha 2. Demak bu jami 5 bo'ladi 3 + 2. 5 ko'paytiruv sinus bular orasidagi burchak ham 135. Ya'ni sinus 135 gradus taqsim 2. O'shanda S, B, Y, S chiqargan o'rtoqlar. Endi qaranglar, bu yerda sinus 135 gradusni bilamiz, ildiz ostida 2 taqsim 2. Ya'ni 6 ildiz ostida 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 2 taqsim 2 bo'lingan 2 minus 5 ildiz ostida 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 2 taqsim 2 bo'lingan 2 teng S, B, Y, S. Endi qarang, ildiz ostiga ko'paytiramiz, bu 2 bilan qisqarib ketadi. Demak, bizda qoladi 6 taqsim 2 ayrilgan. Ildiz ostiga ko'paytiramiz 2, mana bu 2 bilan qisqarib ketadi, bizda qoladi demak 5 taqsim 2 teng S, B, Y, S. Ana, demak 6 taqsim 2 dan 5 taqsim 2 dan ayiradigan bo'lsak, 1 taqsim 2 qoladi o'rtoqlar. Demak 0.5 S, B, S 0.5. Ishtiroklangan soha yuzlar yig'indisi, demak boyaga 4,5 ga 0.5 qo'shish kerak. 4,5 qo'shilgan 0.5. Demak ishtiroklangan sohalar yuzi 5 ga teng bo'ladi ekan. Demak qilgan ishimiz birinchi. Xo'sh, F2 bu yog'i birligidan mana buni topdik. 3 bo'ldi. Buni o'zlari 3 degandi. Tengyonli uchburchak hosil bo'ldi. 45 bo'lsa bu ham 45 ga teng. Bildikki bu 45 bo'lgandan keyin bu ham 45 bo'ladi. Bu o'zi 45 edi. 45 90. Demak bu 90 gradus ekan. Bildikki ham bisektrisa ham balandlik bo'ladi. Demak mediani ham bo'ladi. Bu ham 3 bo'ldi. Demak 3 jami 6. 45 bo'lsa buni x'lik, buni x'lik. Bitta Pifagor qo'lladik. Mana x kvadrat x topdik. X'imiz 3 ildizosti 2 ekan. Bu katet 3 ildizosti 2, D gacha bo'lgan joyi 3 ildizosti 2. Bu yoq o'zi bitta ildizosti 2. Hammasi 4 ildizosti 2 bo'ladi. 4 ildizosti 2 kvadratiga 3 ildizosti 2 kvadratdan qo'shsak, S kvadrat chiqadi. B'sini. O'shandan B'si topildi. Uchburchak yuziga kelsak, bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak turibdi. Demak, 3 ni 3 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, bo'ldi 4,5. Ishtiroklangan soha yuzi chiqadi birinchisi. Ikkinchi ishtiroklangan sohani topish uchun BDS uchburchak yuzidan ayirib tashlaymiz BDY uchburchak yuzini. Shunda BYS uchburchak yuzi qoladi. Bitta tomon ildizosti 2, birinchisida, keyingi tomon 6, orasidagi 135 mana. Ayrilgan. Bitta tomon ildizosti 2, keyingi safar 5. Ildizosti sinus 135 taqsim 2. Joy-joy qo'yib hisobladik. Demak, BYS chiqdi. Keyin nima qildik? Ikkalasini qo'shib qo'ydik. Mana bu ishtiroklangan soha yuziga mana buni. Javob 5 chiqdi.